Oiladagi izzatingiz bitdi. Qani oldimga tushingchi. Siz bilan ketmayman. O'g'lim soppa-soq. Faqat dudu xolos. Men ko'ngil qo'ymagan odam bilan qanaqa qilib yashayman? Yuring, Qo'y boring qo'lim. Nima bo'lyapti? Qo'y boring. Tinchlikmi? Qizingizni olib ketgani keldim. Bermasam nima bo'ladi? Ha? Unda to'y uchun xarajatlarimni qilib berasiz. Siz bizni aldagansiz-ku. Agar men bilan ketmasa, har kuni kelib janjal qilaman. 7 mahallaga sharmandanglar chiqadi. Nima shunchalar ham vijdoningiz yo'qmi? Oldinglarda 2 yil turibdi. Tanlaylar. Men o'lsam ham siz bilan ketmayman. Ketasan. Yo'q, ketmayman. Ketasan dedimmi, ketasan. Yo'q, ketmayman. To'y uchun nech pul ishlatgansiz? To'laymiz. Nima? To'laysizmi? Ha, to'laymiz. Mayli. Hammasini hisoblab yozib yuboraman. Sizlarga 3 kun muhlat. Agar 3 kundan keyin qo'limda pul bo'lmasa, lobari olib ketaman. Tushundingiz-a? Oyi, bu nima qilganingiz? Bu xotinga pullarni qilib bermasak bizni tinch qo'ymaydi, qizim. Shuncha pulni qayerdan topasiz, oyi? Qarindosh urug'lardan qarz so'rayman. Berisharmikin? Bilmadim, shunga umid qilyapman. Bir ilojini toparmiz. Ey Xudoyim, agar o'sha pulni topa olmasak, yana o'sha uyga ketishimga to'g'ri keladimi? Yo'q, ikki dunyoda ham u uyga qaytib bormayman. U odam bilan yashamayman. Nega meni taqdirimni o'yin qilishadi-ya? Inson taqdirini o'yinchoq qilish shunchalik osonmi? O'lsam o'lamanki, u uyga qaytib bormayman.